Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. UFC chempioni Belal Muhammad Islam Makhachevni navbatdagi jang uchun shartnoma imzolashga chaqirdi. Islam menga sen chempion bo'lib, mening rejalarimni buzding dedi. Men esa unga aytmoqchimanki, shartnoma imzola. Chunki men Montrealda kamarsiz qaytmayman dedi UFC chempioni Belal Muhammad. Uning Della Maddalenaga qarshi chempionlik jangi UFC 315 turnirida 11-may tongida o'tkaziladi. Bu Belal uchun ilk himoya jangi bo'ladi. Avvalroq Islam Makhachev agar Della Maddalena g'alaba qozonsa, titul uchun jang qilish maqsadida yarim o'rta vaznga ko'tarilishi mumkinligini xabar qilgandi. Makhachev esa Belal bilan jang qilishni istamasligini bildirgan. UFC jangchisi Hamza Chimayev Dricus du Plessisni urushga tayyorlanaversin, men esa qotillikka hozirlik ko'ryapman. UFC jangchisi Hamza Chimayev chempion Dricus du Plessisning murabbiyi Moren Viserining so'zlariga javob berdi. Hamza du Plessis murabbiyi siz bilan parterda haqiqiy urushga tayyorgarlikka urg'u qaratayotganligini aytdi. Mayli urushga tayyorgarlik ko'raverishsin, men esa qotillikka tayyorgarlik ko'ryapman dedi Chimayev jurnalist Adam Zubayevning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida keltirgan so'zlarda. Chimayevning so'nggi jangi 2023-yil oktyabr oyidagi UFC 308 turnirida bo'lib o'tgan va u birinchi raundda avstraliyalik sobiq chempion Robert Whittakerni og'irtish uslubi bilan mag'lubiyatga uchratgan edi. Qadrli do'stlar, agarda Hamza Chimayev va Dricus du Plessis o'rtasidagi jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan ushbu jangda siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Hamza Chimayev yoki Dricus du Plessis? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Yarim o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik UFC jangchisi hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev muxlislardan qo'llab-quvvatlashlarini so'radi. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, 17-may kuni hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev amerikalik Stolufusga qarshi jang qiladi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang, tez orada ko'rishguncha do'stlar.